Kubik Rubik haqida qiziqarli ma'lumot. Kubik Rubik 1974-yilda, 1975-yilda patentlangan vengriyalik haykaltarosh va arxitektura professori Erno Rubik tomonidan ixtiro qilingan. Ushbu jumboq kashfiyot ixtirochini millionerga aylantirdi. Kubik Rubik haqidagi eng qiziqarli faktlar. 1980 va 1981-yillarda Kubik Rubik yil o'yinchog'i deya tan olingan. Uni juda ko'pchilik kub boshqotirmasi deb ham ataydi. Bu albatta noto'g'ri. Uning haqiqiy atalishi kubik Rubikdir. Kubik Rubikning har qanday kombinatsiyasini 20 yoki undan kam bo'lgan harakat bilan yechish mumkin. Qizigi shundaki, Oskar van Deventer standart 3x3x bo'lgan kubik Rubikdan farqli o'laroq 17x17x bo'lgan kubik Rubikni yaratdi. Kubik Rubikni minimal harakatga keltiradigan algoritm Xudo algoritmi deb nomlanadi. Kompyuterda katta hajmli hisob-kitoblar yordamida matematik Tomas Rokitki kubik Rubikni qurish uchun 22 ta harakatning yetarli ekanligini isbotladi. Kubik Rubikni yuqori tezlikda yigishni yaxshi ko'radigan odamlar speedkuberlar deb ataladi.